Maktab avtobusi safarga tayyor. Men quvnoq avtobus Gordonman. Mening asosiy vazifam bolalarni himoya qilish. Gordon! Tugmachani bossangiz bo'ldi. Men yordamga kelaman va o'sha daqiqadan boshlab Quyoshjon bolalarga g'amxo'rlik qilaman. Tashviqqa! Bip-bip! Maktabda o'qiymiz bizlar. Kechiksak odobsizlik bo'lar. Yaxshiyamki bor quvnoq avtobus. U darrov manzilga elitar. Gordon bo'lsa muammo ketar. Yo'qolganni topar tezda. Xoh suvda, xoh samoda. Gordon yelar har yoqda. Gordon, jasur qahramon, yordamga shoshar har on. Gordon, jasur qahramon, yordamga shoshar har on. Gordon bizni qadrdon, u chinakam qahramon. O'zgacha qasr. Qani, bolalar ko'raylikchi. Bugun Gordon va uning yetti do'stlari nima bilan shug'ullanishar ekan? Bip-bip! Xayrli tong bolalar. Xayrli tong, Gordon. Qani, marhamat, chiqinglar. Qani yuringlar. Tezroq bolalar. Xo'sh, joylashib o'tirib oldinglarmi? Ketdik. Avtobus Gordon sizlarni eson-omon manzilga yetkazadi. Bolalar, bugun qayerga boramiz, bilasizmi? Istirohat bog'iga. Ha, u yerga yangi puflangan qasr olib kelishibdi. O'sha yerda turli o'yinlar o'ynaymiz. Sengi xonim, o'sha qasrda o'ynashni istayman. Sisi, kel o'sha qasrda go'zal malikalar o'yinini o'ynaylik, xo'pmi? Mayli Dizi. Keri, senchi biz bilan o'ynaysanmi? Nima? Dizi, Sisi, kitob o'qimoqchiman. Zo'rku, Keri kitob o'qishni juda yaxshi ko'rar ekan. Bip-bip! O'qish bu yaxshi, lekin jismoniy harakatlar haqida ham unutmaslik lozim. Bu qasr ichiga havo to'ldirilganini unutmang. U juda nozik. U yerga uchli buyumlar olib kirish man etiladi. Bip-bip! Tushunarli, Gordon. Maktab avtobusi Gordon hammani sog'-omon manzilga yetkazdi. Bip-bip! Bolalar, avtobusdan tushinglar. Xo'p, sengi xonim. Men birinchi. Ey, sekinroq. Shoshilmang, ehtiyot bo'ling. Kuningiz xayrli o'tsin kichkintoylar. Meni ko'pikli vanna kutmoqda. Bo'pti, men ketdim. Bip-bip! Katta rahmat, Gordon. Xayr bolalar. Xayr, Gordon. Dada, bu puflangan qasr yuring o'sha yerga. Bo'ldi bolalar, yetib keldik. G'aroyib qasr G'aroyib qasrga keldik. Bolalar, tez yugurmanglar, ehtiyot bo'linglar. Nima? Endi sehrli ertaklar olamini bo'yashim mumkin. Qanday yaxshi. Ertaklar olamida elflar yashaydi. Shinamgina kichkina uychalari bor. Ular olovni yoqib, katta qizil havo sharida osmonga parvoz qilishga hozirlik ko'rishyapti. Havo sharida butun ertaklar olamini aylanib chiqishmoqchi. Ular chiroyli qishloq, jilvakor g'aroyib gulzorlar, keng dalalar, moviy dengiz va ertaklar olamini ko'plab maftunkor joylari uzra parvoz qilishadi. Elflarni havo shari juda ham yaxshi ekanda. Voy! Voy, Kechir, Keri. yaxshiyam qalam sinmabdi. Salom alaykum, Keri. Salom alaykum, Keri. Biz bilan malikalar qasriga borasanmi? Lekin kitobchani hali bo'yab bo'lmadim-da. Kitob o'qimoqchi edim. Keri, nafaqat kitob o'qish, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish ham muhim. Qani katta Keri, yura qol. Keri, yura qol. Si. Malika, Keri, seni keling.
Uzr qizlar, buni atay qilmadim. Voy. Ah? Ah, bu qanday ovoz bo'ldi? Keling, dinozavrlar hujumi o'yinini o'ynaymiz. Biz bunday o'yin o'ynamaymiz. Aha, kimni tutsang o'sha dinozavrga aylanadi. Voy. Oh, wow. Men malikaman. Dinozavr bo'lishni istamayman. Men ham xohlamayman. Kitob o'qiyman. Bo'ldi qiling. Biz ham shu o'yinni o'ynaymiz. Oy, voy. Voy. Oy. Oy. Ha, bu gal qochib keta olmaysiz. Yo'q, istamayman. Bu nima? Qasr arg'imchoqqa aylandimi? Voy. Nima bo'ldi? Bolalar, tezroq pastga tushing. Qasrga nimadir bo'lganga o'xshayapti. Oy. Biz dino jamoasimiz do'stlar, hech nimadan qo'rqmaymiz. Dobi, Abu, Pandi, tezroq bexatar joyga o'ting. Pastga tushishimiz kerak, qizlar. Lekin pastga tushishdan qo'rqaman. Nima? Seni yolg'iz tashlab ketmaymiz. Tezroq bu yoqqa kelinglar. Qizlarimiz qani? Haliyam tushmadimi? Senji xonim, Jizi, Keri, Sisi haliyam qasrda turishdi. O'sha yerda ko'rdik. Senji xonim, bu yerdamiz. Senji xonim, pastga tushishdan qo'rqyapmiz. Yo'q, ularga yordam kerak. Gordonni yordamga chaqirish lozim. Gordonni chaqiraman. Ha! Salom, men shu yerdaman. Gordon, ulangan qasr teshilganga o'xshaydi. Qizlar o'sha yerda. Gordon, tushishga qo'rqyapmiz. Tushunarli. Maktab avtobusi Gordon hammani qutqaradi. Bip. Rangni o'zgartirishga tayyormiz. Nano o'zgartiruvchi qurilma ishga tushirildi. Avtobus Gordon shaklini o'zgartiradi. Ulangan qasr teshilgan. Bolalar o'sha yerda qolgan. Shoshilinch yordam uchun bizga o't o'chirish mashinasi kerak bo'ladi. Gordon hoziroq ko'rinishni o'zgartiradi. O't o'chiruvchi Gordon ishga tayyor. Voy yo'q. Tepalik ham kuchayapti. Endi pastga qanday tushamiz? Juda afsusdamiz. Qasrni tekshirib, havo qayerdan chiqayotganini aniqlaymiz. Qizlar, o'sha yerda turinglar. Gordon yo'lga chiqdi. Bu o't o'chiruvchi Gordon, o't o'chiruvchi Gordon. O't o'chiruvchi Gordon yordam berishga yetib keldi. Bip. Gordon, qizlar qasrdan tusha olmayapti. Gordon, Gordon. Voy, Jizi, Keri, Sisi, hech nimadan qo'rqmanglar. Menga yordamingiz kerak bo'ladi. Senji xonim. Gordon, seni shu yerda kutamiz. Qo'rqmanglar qizlar. Bir zumda xavfdan xoli bo'lasiz. Tortiladigan narvon ishga tushirilsin. Senji xonim. Qizlar, narvon xavfsiz. Tezroq bu yoqqa keling. Xo'p, Senji xonim. Jizi, Sisi, avval sizlar. Katta rahmat, Keri. Katta rahmat, Keri. Jizi, tezroq bu yoqqa. Bo'la qol. Voy, nima bo'ldi? Tekshirgich faollashtirilsin. Tekshirgich yakunlandi. Ulangan qasrga qalam sanchilib qolgan ekan. O't o'chiruvchining yordamchi qo'llari ishga tushirilsin. Voy, hozircha qasrni ushlab turaman. Uni keyin tuzataman. Muhimi qizlar narvondan pastga tushib olish kerak. Narvonga o'tinglar. Voy. Hozir. Voy, meni qalamim.
Yo'q, Keri, unday qilma. Yo'q. Senji xonim. Qizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi. Kechiring, qalamim qasrga sanchilib qolgan ekan. Muhimi, hammangiz sog'-omonsiz. Endi qasrni mustahkamlash yo'lini topish lozim. Tekshirgich faollashtirilsin. Qasrni qanday tiklash mumkinligini aniqlashim zarur. Topdim. Nasosni ishga tushirishim lozim. Shunda havo tez chiqib ketmaydi. Janob, nasosni ishga tushira olasizmi? Hozir ko'rdim. Bu unchalik ish bermaydi. Qasrni tezroq tiklash zarur. Hey, o't o'chiruvchi Gordon, o'zingni qo'lga ol. Albatta uddalayman buni. Qasrni mustahkamlamasa bo'lmaydi. Yo'qsa xiyobondagi boshqa attraksionlarga ham ziyon yetadi. Bo'sh kelma. Bo'sh kelma. Ha, Gordon. U hali ham silkinyapti. Kuchimiz yetmaydi. Bolalar, keling unga dalda bo'lamiz. Yaxshi. Bo'sh kelmang. Olg'a Gordon, olg'a. Uddalaysiz. Biz birgamiz Gordon. Rahmat, Gordon. Sizni himoya qilish meni vazifam. Senji xonim, qasrga qalam bilan chiqmaslik kerak edi. O'qish va o'rganishga bo'lgan ishtiyoq juda ham yaxshi. Lekin harakatlanuvchi o'yingohlarda o'ynayotganda ehtiyot bo'lish lozim. Xo'p, Senji xonim. Ana unga bir qaranglar. Qasrni tuzatdik bolalar. O'ynashingiz mumkin. Ajoyib. Qoyil. Senji xonim, bu gal o'zim bilan uchli hech nima olib chiqmayman. Barakalla, Keri. Shoshmanglar. Bilimlar bekati. Bolalar, puflangan qasrda o'ynash uchun ketayotgan bo'lsangiz, o'zingiz bilan uchli buyumlar olib bormang. Senji xonim, qanday buyumlar uchli bo'lishi mumkin? Masalan, ruchka yoki qalam, o'yinchoqlar yoki mayda narsalar. Ular puflangan qasrni teshishi mumkin. Tushunarli. Uchli buyumlar puflangan qasrga ziyon yetkazishi mumkin. Bu esa juda xavfli. Bip. Bugunga ana shular edi. Hammaga xayr. Ko'rishguncha xayr. Ko'rishguncha xayr. Baliqchi qushni qutqaring. Qani, bolalar ko'raylikchi. Bugun Gordon va uning yetti do'stlari nima bilan shug'ullanishar ekan? Bip. Xayrli tong bolalar. Xayrli tong, Gordon. Qani, marhamat, chiqinglar. Qani yuringlar. Tezroq bolalar. Xo'sh, joylashib o'tirib oldinglarmi? Ketdik. Avtobus Gordon sizlarni eson-omon manzilga yetkazadi. Bugun atrof muhitni himoya qilish xalqaro kuni. Senji xonim, qayerga ketyapmiz o'zi? Biz sohilni chiqindilardan tozalash uchun ketyapmiz. Voy zo'rku. Kitobda dengiz yonida katta qushlar ko'p bo'ladi deb yozilgandi. Ular xuddi uchar dinozavrlarga o'xshaydimi? Voy, dinozavr. Dinozavr bilan o'ynamoqchiman. Bobbi Kayl, bugungi vazifamiz sohilni chiqindilardan tozalash, o'ynash emas. Nima? Chiqindi Yig'ish. Atrof muhitni himoya qilish o'ta mas'uliyatli ish. Bip. Senji xonim, men ham yordam bersam maylimi? Albatta, bizga yordaming asqotadi, Gordon. Senji xonim, men ham yordamlashaman. Men ham yordamlashaman. Ana xolos. Men esa sohilda o'ynamoqchi bo'lgandim. Maktab avtobusi Gordon hammani sog'-salomat manziliga yetkazdi. Bolalar, avtobusdan tushinglar. Xo'p, Senji xonim. Ey, sekinroq. To'xta. Shoshilmasdan ehtiyot bo'linglar. Bugun katta mamnuniyat bilan sizlarga yordam beraman. Bip.
bizni ajoyib kun kutmoqda. Qoyil! Bolalar, qo'lqop va niqoblarni taqinglar. Sohilni tozalash aksiyasi o'z ishini boshlaydi. Tayyormiz. Tayyormiz. Biz ham tayyormiz. tayyormiz. Hey, men ham tayyorman. Sizlar yiqqan chiqindilarni olib ketaman. Bip. Ana, bu yerda chiqindilar juda ko'p ekan. Bularni qachon yig'ib bo'lamiz, hayronman. Ha? Voy. Qara Bobbi. Bu nima? Ular juda baland uchar ekan-a? Kayl, ular uchar dinozavrlar-ku. Dinozavr! Voy, dinozavr! 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 Bobbi, Kayl, bular oddiy baliqchi qushlar, chaykalar. Hech qanday dinozavr emas. Chayqalar? Chayqalar. Chaykalar bu dengiz qushlari. Ular sohilda baliq, krevetka va mayda qisqichbaqalar bilan oziqlanadi. Chaykalar ozuqalarni sohildan izlashadi. Agar chiqindini yeb yuborishsa, ahvollari og'irlashadi. Voy, ular axir tiqilib qolishlari mumkin-ku. Bechoralar. Ha, Ana shunaqa. Biz esa sohil va undagi jonivorlarni saqlab qolish imkoniga egamiz. tushunarli. Chayqalar uchun Dobbining jangovar kemasi ishga kirishadi. Bandini jangovar kemasi ham tayyor. Keling birgalikda dengiz sohilini saqlab qolaylik. Albatta. Abbo, bu qachon tugarkin-a? Chayqalar bilan o'ynamoqchiman. Kayl, chiqindilarni tezroq yig', keyin chayqalar bilan o'ynardik. Bobbi, Ey, ey. Hat. Ana. Aha. Ana. Bo'ldi. Charchab ketdim. Bobbi qara. Konserva bankasi ekan. Olib borsang-chi, buncha badbo'y bo'lmasa. Uni bu yerga solma, qop to'la. Uni ko'tara olmayman. Buni nima qilamiz? Sardina juda badbo'y ekan. Qani, ortimdan yurchi. Badbo'y idish endi yo'q. Chayka. Endi chaykalar bilan o'ynaymiz. Qayerdasan? Ajoyib Qayerdasiz, chayka. chaykalar? Oy, chayka, Qayerdasan? chaykalar, qayerdasiz? Voy, ana u. Yo, chayka to'rga o'ralashib qolibdi. Yo'q, chayka, buni yema. Shoshma. Qo'rqma chayka, senga yordam beraman. Voy, meni cho'chitmasang-chi. Senga yordam bermoqchiman-ku. Voy, Bobbi. Bobbi. Voy, unday qilma. Yordam beringlar. Fu, banan po'stlog'i. Buram badbo'yki. Dobbi, qara nima topdim. Eski paypoq. Panji, nari olsang-chi. Sendi xonim, Gordon. Kayl, Bobbi xavf ostida. Qoch, qoch. Yordam beringlar. Voy, O yo'q, bu xavf ostida-ku. Bip. yordam beringlar. Qoch, unday qilma. Voy, voy. 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 Gordon. Voy, 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 voy. Voy. Hoy chayka, bolalarga tegma. Bobbi, yaxshimisan? Voy, men yaxshiman, lekin chayka chiqindilarga o'ralashib qolgan. Bu ishni menga qo'yib ber. Maktab avtobusi Gordon hammani qutqaradi. Bip.
Rangni o'zgartirishga tayyormiz. Nano o'zgartiruvchi qurilma ishga tushirildi. Avtobus Gordon shaklini o'zgartiradi. Hey! Chayka chiqindilarga o'ralashib qolgan. Havoda ishlash uchun bizga samolyot kerak bo'ladi. Samolyot! Gordon hoziroq ko'rinishini o'zgartiradi. Endi men uchuvchi Gordonman. Uchuvchi Gordon. Hey, uchuvchi Gordon yordamga oshiqadi. Bip. Topdim. Chayka meni oldimda. Tekshirgich faollashtirilsin. Chayka negadir g'alati uchyapti. Tekshirish boshlansin. Chaykaning qanoti turli nima bilandir bog'lanib qolgan. Shuning uchun g'alati uchyapti. Hozir senga yordam beraman. Uchuvchi yordamchisi, chaykani tutish kerak. Qani olg'a. Voy, qanaqasiga axir? Yana bir marta. Bip. Ishga kirish. Voy. Tekshirgich, chaykaning uchish trayektoriyasini hisoblab ber. Bip. Chayka parvozini kuzatish. Trayektoriya tasdiqlandi. Bu gal uddalayman. Qani boshladik. Voy. Oy. Voy, nima qilish kerak? Parashyut ochilsin. Olg'a. Voy. Xayriyat, hammasi joyida. Bip. So'nggi xonim, chaykaga ziyon yetmaydimi? Tashvishlanma, Bobbi. Gordonga ishonamiz. Hey, biz keldik. Bip. Uchuvchi Gordon Uchuvchi keldi. Gordon keldi. Uchuvchi Uchuvchi Gordon. Gordon. Meni kechir, Chayka. Chiqindilarni yig'ayotganimda e'tiborliroq bo'lishim kerak ekan. Meni ham kechir, Chayka. Katta rahmat, Gordon. Hey, kichkintoylarni himoya qilish meni vazifam. Bip. Bobbi, keyin atrof muhitlarni chiqindilardan tozalab, chayka va boshqa jonivorlarga g'amxo'rlik qilamiz. Xo'p, so'nggi xonim. Qani, ucha qol, Chayka, xayr. Kelinglar, atrof muhitni himoya qilish aksiyasini davom ettiramiz. Bilimlar bekati. Bolalar, ona tabiatimiz go'zallikni xush ko'radi. Biz esa tozalik va go'zallikni saqlab qolishimiz lozim. Senji xonim, ona tabiatga qanday yordam berishimiz mumkin? Tabiiy boyliklarni tejang. Kundalik hayotingizda yer resurslaridan foydalanishni qisqartiring. Masalan, qog'oz, suv, yoqilg'i va hokazolar. Chiqindilar miqdorini kamaytirishga urinib ko'ring. Chiqindilarni esa duch kelgan yerlarga tashlab ketmang. Ko'plab daraxtlar ekib, atrofni chiqindilardan tozalashimiz mumkin. Shunda ona tabiat yanada chiroy ochadi. Tushunarli. Ona tabiat yuzida tabassumni saqlab qolish yer sayyorasida yashovchi har bir insonning asosiy vazifasidir. Bip. Bugunga ana shular edi. Hammaga xayr. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha.